Sevgingiz yo'lida, ishqingiz, muhabbatingiz yo'lida nimalardan voz kechishga tayyorsiz? Bu juda qiziq savol va sevgi, muhabbat, ishq haqida romanlar, afsonalar, hikoyalar o'qiganmiz, eshitganmiz. Ularning eng mashhurlari Romeo Julietta, Layli va Majnun. Va mana shu ikkala hikoyadan g'arb bilan sharqni o'rtasida falsafa farqi, g'arb bilan sharqni insonga, jamiyatga, oilaga, ishqqa, sevgiga va haqqa bo'lgan farqni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun Romeo Juliettani ko'radigan bo'lsak, ikkala dushman oilaning farzandlari o'rtasida sevgi, muhabbat paydo bo'ladi va bir-birlariga erishish yo'lida individualizmni tanlashadi, ya'ni xudbinlikni, nafsni tanlashadi. Men sevgimga, ishqimga erishay, men baxtimga erishay, oila, jamiyat, qadriyatlar, yaqinlarim nima bo'lsa bo'ldi, farqi yo'q. Men sevgimga erishsam bo'ldi degan narsa bor va hikoyaning oxirida ikkala yosh o'zini o'zi o'ldiradi bir-biriga erisha olmagandan keyin. Layli va Majnunga qaraydigan bo'lsak, bitta misol keltiraman. Majnundan bir kun so'rashadi. Majnun, sen nimaga Laylini olib qochib ketmaysan? Olib qochib ketsang bo'ladi-ku deganda Majnun shunday javob beradi. Men Laylini olib qochib ketadigan bo'lsam, Laylining onasining ko'ngli ranjiydi. Ya'ni Layli bor ko'ngilni ranjitishni xohlamaгаnim uchun olib qochib ketmayapman. Ya'ni bu bilan nima demoqchi? Meni sevgim sof, meni muhabbatim, ishqim sof, meni sevgim to'g'ri va men to'g'ri yo'l bilan, haq yo'l bilan, haqiqat yo'l bilan erishmoqchiman sevgimga va mana shu yo'lda harakat qilaman deydi. Va erisha olmaganidan so'ng cho'llarga chiqib sarson sargardon yuradi. Va ulamolarning aytishi bo'yicha aynan mana shu haq yo'l bilan erishishni tanlagani uchun Majnun oxirida haqqa erishadi. Haq yaratuvchi haq taologa erishadi. Va mana shu yerda ikkala farqni ko'rishimiz mumkin. G'arbda insonni sevgisini boradigan oxirgi nuqtasi yana inson. Insonda to'xtab qoladi sevgi, muhabbat. Sharqda esa boshqacha. Sharqda oxirgi nuqta inson emas. Oxirgi nuqta undan ham insondan ham ustun bo'lgan, barcha borliqlardan ustun bo'lgan haq taolo yaratuvchi zot. Va mana shu yo'lda haq yo'lda yurganingizdagina mana shunga erishasiz. Haq taoloni sevgisiga, ishqiga, muhabbatiga erishasiz. Endi sevgingiz yo'lida qaysi yo'lni tanlash sizga qoldi tanlovi. Sog' bo'ling.